Assalomu alaykum qizlarjonlar, xayrli kun hammalarga. Men ertalabdan tongimni kollagen bilan boshlayapman. Har doim ertalabdan farzandlarimni shovqini, baqir-chaqir bilan uyg'onaman, lekin shu bilan bir qatorda o'zimga kerakli vitaminlarimni, albatlarimni va albatta kollagenimni ichishni unutmayman. Faberli kompaniyasi mana shunday marina kollageni вообще organizmda kalsiy yetishmasligi, yuzlarning osilib qolishi, xotirani mustahkamligi uchun asosiy tayanch hisoblanadi. Grammyam kattagina. Mana parashok ko'rinishda mana shunday solib oldim. Endi buni xona haroratidagi suvga aralashtirib olamiz. O'rtacha 100 gram suv yetadi. Yaxshilab aralashtiramiz va ertalabdan och qoringa iste'mol qilamiz.